Agar ingliz bog'ini jonli elementlardan bir donasi bo'lsa ham sizni bog'ingizda bo'lishini istasangiz, mana shu videoni oxirigacha kuzating. Mana shu shoxlarning uchlarida juda ham chiroyli jimjimador to'p gul hosil qilgan o'simlik nomi Kalina, ya'ni viburnum. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Viburnum bilan nafaqat doim yashil, balki barg to'kadigan navlarini ham o'z ichiga oladi va ular juda ham xilma-xil. 1934-1935 yillar davomida Buyuk Britaniyani Badnant bog'ida aynan shu navdagi Kalina ixtiro qilingan va bunga Down deb nom berilgan. Shu bilan bir qatorda bu Oskar olmasa ham aynan Garden Merit sovrinini qo'lga kiritgan juda ham har xil iqlimga mos tushadigan o'simliklardan biri sifatida e'tirof etilgan. Va ushbu Kalinani Kalina paxuchaya bilan juda ham ko'p adashtirishadi. Aslida bo'lsa Kalina Ferrera bu yovvoyi, Xitoy mamlakatida o'sadigan yovvoyi tur hisoblansa, Kalina Badnantenskaya bu gibrid nav, ya'ni seleksionerlar tomonidan ixtiro qilingan. Ularning orasida ikkita katta farq bor. Birinchisi Kalina Ferreramiz fevralda gullasa, Kalina Badnantenskaya mart-aprel oylarida gullaydi, ya'ni gullari uzoqroq turadi. Ikkinchi farq bo'ladigan bo'lsa, Kalina Badnantenskayaning bo'ylari 3,5 metrgacha, Kalina Ferrera yoki paxuchayamiz zanbalaligi 2,5 gacha yetadi. Ikkala turdagi Kalinani ham gullarining hidi juda ham shirin bo'ladi va mevalarini oktyabr oyida ko'rasiz. Bizdagi Kalina Badnantenskayani Down navi 480 ming so'mdan sotuvda turibdi. Butun O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmati ham mavjud. Istasangiz bitumlikka tashrif buyurib, o'ziga yoqqanlarini tanlab sotib olsangiz ham bo'ladi. Manzil va telefon raqamlarini yozib qoldiribman.